Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men kardiolog Mahmudov. Bugun sizlar bilan yurak tez urishlari, uni sabablari va uni oddiy yo'llar bilan qanday bartaraf qilish mumkin va qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak, shular haqida gaplashib o'tamiz. Yurak tez urishining sabablari juda ham ko'p. Asabiy holat, ruhiy toliqishlar, uyqusizlik, qon bosimi ko'tarilishligi, ba'zi bir kasalliklar yoki jismoniy harakat, sport bilan shug'ullanish, ovqatlangandan keyin mana shu holatlarda yurak tez urishi mumkin. Endi bularni aniq va tushunarli bo'lishligi uchun ikki turga bo'lamiz. Ya'ni birinchisi fiziologik holatda yurak tez urishi, ikkinchisi patologik, ya'ni kasallikka xos yurak tez urishlari. Demak, yurakni fiziologik holatda tez urishlari, ya'ni normada bular qanday vaziyatlarda bo'ladi? Insonni ruhiy holatidan kelib chiqib, ya'ni uyqusizlik, kam uxlagan bo'lsangiz yoki asabiy zo'riqish ruhiy holatlarda, jismoniy harakatda, misol sport bilan shug'ullanyapsiz yoki biron bir ish bajaryapsiz, shunday vaziyatlarda ham yurak tez urishi mumkin. Hattoki jismoniy harakatda yoki sport bilan shug'ullanganda 140, 150, 160 tagacha ham urishligi mumkin. Bular hammasi o'sha vaziyatlar uchun norma hisoblanadi. Bundan tashqari kofe ichyapsiz, ya'ni achchiqroq kofe ichdingiz yoki qora shokolad yedingiz, achchiqroq shokolad yedingiz, shunday vaziyatlarda ham tez urishi mumkin. Ayollarda homiladorlik vaqtida, homiladorlik sababli yurak tez urishlari kuzatilishligi mumkin. Bundan tashqari yoz oylarida juda ham issiq bo'lgan vaziyatlarda ham yurak tez urishlari kuzatiladi va qo'shimchasiga yoz oylarida yurakni tez urishi ham issiqlik hamda suvni kam iste'mol qilish natijasida inson terlab o'zidan suv yo'qotadi. Ya'ni buni tibbiyotda degidratatsiya deymiz yoki ich ketish holatlari ko'proq marta. Shu narsa ham, ya'ni insonni organizmini suvsizlanishi ham yurakni tez urishiga sabab bo'ladi. Endi patologik holat, ya'ni qaysi kasalliklarda yurak tez urishligi mumkin? Ba'zi bir turdagi yurak kasalliklari, qon bosim kasalligi, yurak yetishmovchiligi, miokarditlar yoki qalqonsimon bez kasalliklari, masalan, tirotoksikoz, zaharli buqoq shunaqangi holatlarda, bundan tashqari ba'zi bir dori-darmonlardan zaharlanish, ya'ni misol uchun gormonal dorilar ichuvchi bemorlar bor, ko'proq ichib qo'yishi mumkin adashgan holatda. O'pka kasalligi bor bemorlar salbutamol dorisini ishlatishadi, ya'ni sepishadi. Nafasni ochish maqsadida ana shu dorilar ham yurakni tez urishligiga sabab bo'lishligi mumkin. Va yana bir holatlar bor, ya'ni ba'zi bir insonlarda spirtnoyni iste'mol qiluvchilar, ko'proq spirtnoy iste'mol qilish yoki oz miqdorda bo'lgan taqdirda ham yurakni tez urishiga sabab bo'ladi. Sigaret chekishlar, ya'ni nikotin moddasi, ya'ni sigaret tarkibidagi nikotin moddasi yurakni tez urishiga sabab bo'ladi. Qachon shifokorga murojaat qilinadi? E'tibor bering. Agar sizda yurak urishlari, ya'ni puls doimiy 100 ta va 120 ta yoki undan yuqori darajada urayotgan bo'lsa, ya'ni hech qanday sabablarsiz kayfiyatingiz yaxshi, hech qanaqa muammoli holat yo'q, doimiy shunaqa uryapti. Yoki bo'lmasam yuragingizni urishi to'satdan tezlab ketyapti, to'satdan sekinlayapti. Mana shunday holatlarda yoki yurak tez urishlari to'satdan boshlanib ko'krak qafasida og'riq yoki nafas qisish bilan yuzaga kelayotgan bo'lsa, havo yetishmasligi bilan yuzaga kelayotgan vaziyatlar bo'lsa, shunday holatlarda shifokorga, ya'ni kardiolog mutaxassisga murojaat qilish zarur bo'ladi. Ushbu holatlar kasallik sababli bo'lishligi mumkin. Endi fiziologik, ya'ni normada bo'lgan holatlarda nima qilish mumkin uy sharoitida? Oddiy buni yechimi valerianka, validol yoki glitsin, umuman tinchlantiruvchi dorilardan foydalanish mumkin. Ular yurakni to'g'ridan to'g'ri sekinlatmaydi, ya'ni pulsini sekinlatmaydi. Ular miya orqali, ya'ni bosh miyadagi qo'zg'aluvchan markazlarda tinchlantirishi orqali yurak o'z-o'zidan avtomatik sekinlab o'zini normasiga keladi. Shu orqali ta'sir ko'rsatadi. Agar qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, marhamat kommentariyada yozing yoki aloqaga chiqing. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.